Assalomu alaykum. Pensiya oluvchilar uchun muhim yangilik. O'zbekistonda yangi qonun loyihasi ishlab chiqilmoqda. Unga ko'ra, 2026-yil iyul oyigacha pensiya tizimida muhim o'zgarishlar kiritilishi rejalashtirilgan. Eng asosiy yangilik: endi pensiyadan turli chegirmalar qilingandan keyin ham pensioner qo'liga tegadigan pul miqdori eng kam iste'mol xarajatlaridan kam bo'lmasligi kerak bo'ladi. Shuningdek, har oylik chegirmalar pensiyaning 50% dan oshib ketishiga yo'l qo'yilmaydi. Bu esa pensionerlarning moliyaviy holatini yaxshilash va ularni himoya qilishga qaratilgan muhim qadam hisoblanadi. Siz bu yangilik haqida nima deb o'ylaysiz? Fikringizni kommentda yozing va videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.